Assalomu alaykum. Murojaatim ustalar sizlarga, ya'ni motion ustalariga. Mana shu moshonni ko'ryapsizlarmi? Mana shu moshonni bir aybi bor. Necha martadan beri ustaga borib kelaman, shu aybini topolmayapti. Keyin shkalatka dedi, shkalatkasini almashtirdik. Bubinogmi dedi, unisini ham almashtirdik. Obmotka dedi, unisini ham almashtirdik. Motion lekin o'sha holat soz bo'lmayapti. Aybi taxometr o'ynaydi. Probkalarga o'chib qoladi motion, keyin hamda qilib siltaydi. Agar qaysi usta shuni to'g'rilab bersa, kommentariyaga yozsin, albatta Regardi ustalari bo'lsin. Agar to'g'rilab beraman desa, kommentariyaga yozsin, o'sha ustaga borib shu moshonni to'g'rilatayin. Albatta o'sha ustani kerak bo'lsa reklama ham qilib beraman, xursand ham qilaman. To'g'rilab beradigan ustalar, faqat o'ziga ishongan ustalar bo'lsa, marhamat shu moshonni to'g'rilab bersalaring, juda xursand bo'laman. Chunki charchadim. Ustaga boraver, ustalar eplolmayapti. Ba'zi birlari. Endi ularning nomini aytmayman. Xullas kalom shunaqa do'stlar.